Shavkat Miromonovich Mirziyoyev aytganlaridek, vatan kelajagi uchun, vatan ravnaqi uchun barchamiz daxldormiz. Men nechun sevaman O'zbekistonni? Tuprog'ini ko'zimga aylab to'tiyo, nechun vatan deya yer u osmonni muqaddas atayman tanho. Maysalaring shivirlashdi, tizlar cho'kdim, quloq berdim. Bilmay bosib chumolini gunohimga so'roq berdim. Vatan ne deb so'rganlarga bir kaft ila tuproq berdim. Menga vatan siyratini momo yerim o'zing berding. Men Safarbayeva Ro'zaxona sport faoliyati, pedagogika va psixologiya fakulteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasiman. Yil talabasi 2024 ko'rik tanlovining yilning eng faol ijodkor talabasi nominatsiyasi bo'yicha g'oliblikni qo'lga kiritganman hamda rektor stipendiyasi sohibasiman. Kelajakda tanlagan soham bo'yicha yurt ravnaqiga o'z hissamni hamda ta'lim-tarbiya sohasiga o'z hissamni qo'shishga astoydil harakat qilaman. O'z ijod namunamdan vatan yuragimga o'yib yozaman. O'rni qolsin mayli bir umr, barcha so'zni qo'yib yozaman. Shu so'z bilan to'lisin bor satr, vatan, vatan, vatan bu vatan. Qadrli yurtdoshlar, shu o'rinda barchamiz guvohi bo'lgan yana bir muhim jihatni aytib o'tmoqchiman. Sportchilarimizning ulkan g'alabalari nafaqat xalqimizning, balki butun mintaqamizni ruhlantirib yubordi. Hech bir soha mamlakatni sportchalik jahonga tez tanita olmaydi. Yurtimiz bayrog'ini jahon arenalarida baland cho'qqilarga ko'tarishga va'da beramiz. Ushbu chellenjni davom ettirish uchun ijtimoiy-iqtisodiy fanlar fakultetini chorlab qolamiz.